Ayolning ko'chada qanday yurishini, nima kiyishini hamma muhokama qiladi. Lekin hech kim uning uyida qanday yurishi haqida gapirmaydi. Biz eng go'zal qiyofamizni ko'chaga sovg'a qilamiz. Uyda o'zimizga e'tibor berishni unutamiz. Erkak buni qanday tushunadi? Agar ayol kishi ko'cha uchun yasansa, demak u boshqalar uchun go'zal bo'lishni istayapti. Bu erkak kishining ruhiyatiga sen men uchun muhim emassan degan maxfiy signalni yuboradi. Men hozirgi olib borayotgan tadqiqotlarda erkak kishi faqat bir narsani iltimos qilyapti. Iltimos, ayollarga tushuntiring. Ular uylarida ham go'zal bo'lib yurishsin. Ularning chiroyini faqat ko'chada ko'ryapmiz. Uyda o'zlarini tashlab qo'ygan. Ilgarilari uchrashuvga men bilan chiqqanida yasanib chiqar edi. Birga yashaganimizdan beri o'zini tashlab qo'ygan deb nolishlar qilyapti. Erkak kishi uchun ayolning uni uyda yasanib intizor bo'lib kutib o'tirishi bu faqat chiroy emas. Bu unga bo'lgan ehtirom va e'tibordir. Chunki ayol kishi uyida malika bo'lsa, erkak o'sha uyning sultoniga aylanadi.